Ofsayd yo'q do'stlar. Golni inobatga oladi hozir. 29-raqamli futbolchi stadion Haykal. Hakam o'yinni to'xtatmadi, davom etdi. Yaxshisi, omading bo'lsin ukam. Bo'laymi va zo'r futbolchi bo'lgan inshaalloh. Omading bo'lsin. Birinchi marotaba Enfieldga bordi va sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Chunki juda og'ir, o'zimman Abduqodirga 5 ketish kerak, qoyil qolish kerak. Endi keldi, shunda bo'shagan paytida olyapti, jang qilyapti va og'ir stadionlarga borib turib ham ularning sinovidan muvaffaqiyatli o'tyapti. O'zini yo'qotmayapti. Newcastle ga bordi do'stlar. Newcastle Enfielddan ham battarroq. O'sha joyda turib berdi, kubok o'yinida 2-0 hisobida City yutib qaytdi. Va mana bu Enfieldda ham o'sha jarohat olguniga qadar fenomenal o'yin ko'rsatayotgan. Menga Abduqodirni paslari yoqdi do'stlar.